Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin dindoshim. Siz bilan g'oyibona suhbatlashib turganimdan bag'oyatda mamnunman. Siz u bizga o'rnak bo'la oladigan navbatdagi hikoyamiz e'tiboringiz markazida. Iltimos, videorolik kengroq tarqalishi, boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun o'z hissangizni qo'shgan holda like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Qiz farzand do'zaxdan parda va mehribondir. U farz namozlarini vaqtida o'qiydigan, kechasi turib tahajjud ham o'qiydigan bo'ldi. Rahmatli buvisi va bobosi bilan birgalikda meni unga chiroyli tarbiya berishga muvaffaq qilgan Allohga hamdlar aytaman. Qizim men bilan birga dadasini ko'rgani borar, unga salom berar, haqqiga duo qilar, ba'zan dadasining nomidan sadaqa ham qilar edi. Esimda 2010-yil edi. Bir kuni qizim menga: "Onajon, meni dadamning oldida qoldiring. Bir kecha dadamning yonida qolay" dedi. Biroz ikkilanib turdimda rozi bo'ldim. Qizim o'sha kunni shunday eslaydi. Dadamning yoniga o'tirib Baqara surasini o'qiy boshladim. Uni o'qib tugatgach mudroq bosgandi. Uxlab qolibman. Tursam, go'yo yuzimga tabassum yugurgandek, qalbim ham biroz orom olgandek bo'ldi. O'rnimdan turib tahorat qildim va Alloh qodir qilguncha namoz o'qidim. Namozgohimda ikkinchi marta mudroq bosdi. Shu payt kimdir menga: "Tur, Rahmon zot uyg'oq bo'lsa, sen qanday qilib uxlaysan? Alloh biron bandasini quruq qaytarmaydigan bu ijobat soatida qanday uxlaysan?" deganday bo'ldi. Xuddi yo'qotgan narsamni eslagandek sakrab o'rnimdan turdim. Qo'limni duoga ko'tarib, bir dadamga, bir osmonga qarab, ko'z yoshlarim sel bo'lib duo qildim. Robbim, ey tiriklik va qayyumlik sifatiga ega zot, ey jabbor, ey buyuk zot, ey hamma narsadan oliy zot, ey Rahmon, ey Rahim. Mana bu mening dadam, sening bir bandang. Unga musibat yetdi. Biz sabr qildik. Senga hamdlar aytdik. Bizga yozgan hukmingga rozi bo'ldik. Allohim, u sening xohishing, rahmating ostidadir. Allohim, ey Ayyubga shifo bergan, Musoni onasiga qaytarib bergan, Yunusga baliq qornida najot bergan, Ibrohimni olovdan salomat saqlagan zot. Dadamga bergan dardingga o'zing shifo bergin. Allohim, uning tuzalishidan umid yo'q deyishdi. Allohim, qudrat va buyuklik o'zingdadir. Dadamga rahm qil, uning dardiga shifo ber. Duo qila yana ko'zlarimni uyqu bosib, bomdodga yaqin uxlab qolibman. Shu payt kimdir: "Hoy qiz, kimsan? Bu yerda nima qilyapsan?" dedi. Cho'chib uyg'onib ketdim. U yoq bu yoqqa alangladim, lekin hech kimni ko'rmadim. Shu payt boyagi savol yana takrorlandi. Ne ko'z bilan ko'rayki, gapirayotgan dadam edi. Quvonchdan o'zimni yo'qotib, ho'ngrab yig'lagancha o'zimni dadamning ustiga otdim. Dadam esa meni o'zidan uzoqlashtirmoqchi bo'lar, pichirlab istig'for aytar. "Singlim, Allohdan qo'rqing, men sizga nomahramman" der edi. "Men qizingiz Asmoman dadajon" dedim, ko'zda shashqator yoshlarim bilan. Shu payt dadam jim bo'lib qoldilar. Yugurib chiqib navbatchi shifokorni chaqirdim. Jon holatda chopib kelgan shifokorlar dadamni ko'rib hayratdan qotib qolishdi. Amerikalik bir doktor arab tilida duduqlanib, "Subhanalloh" deya oldi xolos. Boshqa bir misrlik doktor chirib ketgandan keyin ham suyaklarga jon kirgizadigan Alloh pokdir degan oyatni o'qidi. Bo'lgan voqealarni aytib bermagunimizcha dadam nima bo'lganini tushunmay turaverdi. Keyin esa yig'lab, "Alloh o'zi eng yaxshi saqlaguvchidir. U solihlarni do'st tutadi. Allohga qasamki, avariyadan olgan Zuho namozini o'qishga niyat qilganimni eslayman xolos. Bilmadim uni o'qidimmi,
yo'qmi dedi. Ayol hikoyasini shunday davom ettiradi. Ko'p o'tmay erim sog'ayib, qadimgidek holatda uyga kirib keldi. Hozir u 46 yoshda. Yana bir o'g'limiz ham bor. Hozir 2 yoshga kiryapti. Oradan 15 yil o'tib menga erimni qaytarib bergan, qizining o'zini ham, iymonini ham salomat saqlagan, erimga vafodor bo'lishga, ixlos qilishga tavfiq bergan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Azizlar, duoni tark qilmanglar. Duo qazoni ham qaytarar ekan. Kim Allohni eslasa, Alloh ham uni eslar ekan. Ota-onalarimizga yaxshilik qilishni unutmaylik. Har bir ish Allohning izmida ekan. Men bu qissani ibrat uchun aytib berdim. Shoyat Alloh uni boshiga musibat tushgan, oldidagi hamma eshiklar berkilib, najot yo'llari kesilib qolgan kishilarga foydali qilsa. Duo bilan osmon eshigini qoqing va ijobatga aniq ishoning. Alloh subhanahu haqida go'zal gumonda bo'ling. Umid uzmang, Allohga duo qiling. Oxirgi so'zimiz esa olamlarning Robbi Allohga hamd va sanodir. Azizlar, videorolik sizlarga manzur kelgan bo'lsa, iltimos, videorolik davomida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin.